Bekorchilik bor, shunaqa jonimga tegib ketdi bor. Nimasini aytasan? Nimadir ish qilmasak bo'lmaydi bolalar lekin. Pul ham qolmadi uni ustiga. Blogerlik qilaylik. Zo'r bo'ladi, bor-ku. Zo'r mashinada yuribdi, takkoy kiyinib. Qop-qora. Yaxshi pul topadi lekin ular. Ha, to'patu. Hatta ularga ham oson emas, bolalar topib chiqolmagan necha yillik mehnat yozdi uni orqasida. Mandachi, bitta zo'r ideya bor. Turlaring. Blogerlar ham bizani kommentga yozamikan? Yozadi. Yozmasa kibr bo'ladi. Voy, mana kommentlik ketdi o'qiymiz. Turqing qursin sallani, salla qoluvdilaring. E'tibor berma, negativli bo'lib turadi. Qazlaringni tashlab ketsalaring bo'lmaydimi video olguncha? Bezot ham shotgacha yozyaptilar bor. Bolalar, bab blogerlik komment yozmaydi, cho'ti bu ideya yemadi bor-ku. Mana bir ideya bor, nima? Blogerlardan shart olamiz. Oka, biz eng chiqqan blogermiz. Kommentariyaga hamma sizni yozibdi. Shanga shart bersangiz deyotdik. Kim yozdi? Laz yozibdi. Ahmad ham yozgan. Men ham yozganman, aka. Xo'p. 10 ta mashina tekin yuvib berasizlar. Bo'ldi, aka. Bo'ldi. Do'ndiramiz. Bunaqa ishlar yoramiz-ku. Aka, rahmat. Rahmat, aka. Sog' bo'ling, rahmat. Berayotgan shartini qarang. Gapirmang. Inson qotib ketdi bor-ku. Tekinga mashina yuving deydi. Pul topgan videomiz o'zi. Bekorchimiz ham biz. Menga qaralaring, boshqa blogerga boringlar, balki yumshoqroq, soqqali shart beradi. Akalar bir marta bo'lsa ishlaydi, ketdi-da. Shart delaring. Ha, shart beradi. O'zi hamma yo'lni buzayotgan senga o'xshagan chala blogerlar. Yo'q, nega unaqa deysiz? Shart berishim kerakmi? Zo'r bo'ladi. Senga 20 sutga. Senga 15 sutga. Sen bu yoqqa kel. Men bloger emasman, oyim chaqiryapti hozir. Uzr, bloger. Kimmiz bloger? Abdurahmonov, qaraysan men bularga nima qilyapti?